Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ayollarning choy o'ynashining shar'iy hukmi bormi? Ayollar doim ko'rishib bo'lolmaydi ekanmiz. Har oyda bir ko'rishadigan choy o'ynayli deydi. Pul yig'ishib kimning hojati tushsa, shu oladigan qilib boshlaydi ekan. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ayollarning choy o'ynashining ma'lum hukmi yo'q. Yemak-ichmak va kiyinishda isrof darajasiga yetsa harom, yetmasa ahvolga qarab hukm bo'ldi. Umumyuzlik hukm berish tez. Vatanda bakla isrofchilik qilib choy o'ynaganda olimlarimiz cheklagan. Bu türlük ishlar ijtimoiylashish jihatdan ma'lum foydasi bordek ko'rinsimi, tabligh yoki Qur'on xatmisi yoki yordam to'plashdek yaxshi ishlarni bahona qilib boshlanib, dasturxonni cho'ng selish, isrofchilik, har joyga yangi bir quru kiyim setib olish, ko'z-ko'z qilish va g'ayvat so'riniga aylanib ketishdek ahvollar ko'p uchraydi. Bulardan saqlanolsa, niyat qilgan qarab mustahab yoki joiz bo'lishi mumkin. Vaqt va pul zoya qilish, farzandlarga qaramay choyga ketishdek ahvollarni ko'z tutganimizda ziyonliq va ortiqcha ish bo'lishi tabiiy. Şoňa her ayol dünya ahiretlik payda ziyanı daňsap, erining roziligiga qarab iş tutqani yaxshi.